o'sha VIP Behruz. Bugun aytganimdek aytmadim-ku. Aytgancha kecha chiqqan Lucky Block videosini ikkinchi qismi bo'ladi. Aytib videoni to'xtatish esdan chiqib qopti. Ikkinchi qismi 100 ta likedan keyin bo'ladi. Bugungi videoda esa biz nimada uylar qurishni o'rganamiz. Yanada chiroyli, yaxshiroq uylar qurishni o'rganamiz. Unda biz ketdik. Go! Mana bizga tog' kerak bo'ladi. U tog'ni topish ham qiyin bo'ldi. Xo'sh, endi sindiramiz. Bu joylarni tekis qo'yishimiz kerak buni. Tekis qo'yganimizdan keyin qurishni boshlaymiz. Xo'sh, bo'ldimi? Yo'q. Ikkita blok qolgan. 2. Xo'sh. Mana shuncha joy yetmaydi hali. Mana buni ham sindirishimiz kerak. Minecraft qo'tordi. Qo'tora ishini qo'rdi Minecraftimiz. Xo'sh. Xo'sh, mana. Endi mana shu joydan pastga kovlaymiz. Sindiramiz. Xo'sh, joyigacha bordimi? Bormabdi, lekin qotyapti. Menimcha video olib yuqurayotganimga bo'lsa kerak. Chunki avvallar Lucky Block kartasida o'ynardim-ku. Kecha Lucky Block kartasida o'ynagandim, bitta ham qotmadi. Aytgancha men nimada YouTube kanalimni tasdiqlamaganman. Shuning uchun 15 minutlik videodan boshqa videolar YouTube olmaydi. Agar tasdiqlamagan bo'lsa. Shuning uchun men 15 minutlik olmoqchi edim. Adashib 14 minutlik 15 minutlik olibman. Shunday nimada o'sha Lucky Block videosini 14 minutga qisqartirishimga to'g'ri keldi. Buning uchun kechirasizlar. Keyingi safar YouTube kanalimni tasdiqlab qo'yaman. Mayli, unda sindirishni boshladik. Qaytadan sindiraveraylik. Sindiramiz. Umrimizni yarmini sindirishga ishlatamiz. Men ustaman. 3 kun to'xtovsiz uy quraman. Xo'sh. Bu uyni oxirida bilasizlar qanaqa uyligini. Aytgancha bilsanglar yana joystickda o'ynayapman. Telefonga joystickga ulab olib o'ynashmasdi ekan. Mana hozir necha blokka olamiz? 3 blok bo'lish kerak. Bu yoq masofasi 3 blok. Xo'sh, 3 blok masofa bo'ladi. Keyin elementardan kerak narsalarni olasizlar. Hozir ko'rsataman. Bizga hozircha mana shu bloklar kerak bo'ladi. Men bularni topishim qiyin bo'ldi, lekin sizlarga juda ham kam vaqt ketadi. Mayli, unda biz qurishni boshladik. Lekin mana bu yoqdan sindirib qo'yishimiz kerak. Afsuski, yana sindiramiz. Yana ishlaymiz. Minecraftni baglari to'xtamaydi lekin. Xo'sh, quraveraylikchi. Mana joyi qoldirib ketganim o'zimga foyda bo'ldi. Bir dona blok ovlamaslik. Hayot. Shunchalik ham oson bo'ladimi desam. Joystickda o'ynasham qiyinda. Qurishga bosib tursang qurilib ketaveradi, lekin telefonda qilsang sinib ketaveradi. Asab buzarda. Yashamayli ekan-da. Aynan bizga mana bunaqa ko'rinishli kerak. Bilib qo'yinglar.
bilib qo'yinglar do'stlar. Ozgina blokcha bo'lmaydi-ku desanglar, biz bu yoqqa ketamiz. Mana bu tarafga qarab ketamiz. Xo'sh, endi ko'raveraylik. Nega bu yoqqa kovlab qo'yayotganimiz sababi, chunki nimadir uy yanada kichiklayib qolmasligi uchun. Uyni bu yoqqa qarab qilsak ham yanada kichikib ketadi. Agar buni o'rniga qo'ysak, bir blokka kichiradi. Xo'sh. Asab buzadi, tepada blok qolib ketsa, asab buzadi odamni. Tog' bu joyini o'zim yaratganim yo'q. Hazillashgandim, lekin tog'ni topish qiyin bo'lmadi. Nimada boyagi salomlashgan yerimizdaman. O'sha yerda ozgina uchuvdan chekamdan tog' chiqib qoldi. O'zi tog'li uy qurmoqchi edim. Aynan tog' mana shu joyi bormikan deb qidirsam, bor ekan. Eng oson qidirish bo'ldi. Hazillashuvdim, qiyin bo'ldi deb. Lekin ba'zi uy qurgan odamlar zeriktiradi qurayotgan bo'lsa ham. Chunki gapirmasdan o'ynaydi. Odamlar nimasidan zerikmasin? Odamlarga gapirgani kerakda. Kechirasizlar do'stlar, bunday qilmasam bo'lmaydi. Ko'z oldinglarda qilaman hammanglar. Xo'sh. Xo'sh, bo'ldi. Endi qurib chiqishni boshladik. Xo'sh. Qo'ylaylikchi. Xo'sh. Agar videom qisqarib qolsa, kechirasizlar, chunki men nimada aytdim-ku, YouTube kanalimga tasdiqlamaganman. Uji videoni 7-minutda ketyapti. Shuning uchun gapirmasdan qurishga harakat qilaman endi. Mayli gapirib video olaveraman. 15 minutdan oshib ketmasligi kerak. Uy qanday chiqqanini kommentariyaga yozib qo'yinglar. Undan necha baho berasizlar? Qurib bo'lgandan keyin yozib yuboringlar. Do'stlar, mayli. Assalomu alaykum. Deb chiqyapti. Ana videoga 100 ta likedan keyin ikkinchi qismi bo'ladi dedim. Hali sizlar 100 ta like chiqarmasizlar, hali video chiqmaydi. Lekin bilib qo'yinglar, bilmasdan Verity kartasini o'chirib yuborman. Verityni qaytadan boshlaymiz. Xo'sh, unda quraveraylikchi. Shu katta o'yinni. Shabona gapirmay tur bor. Bitta videoni ko'rib oldim deyapman, ikkinchisi o'tdi deyapman. E'tibor bermaysizlar, singlimga kelib qoldi. Negadir gapirmayman dedim, gapiraman. Gapirmasam video qotmayapti-da. Unda gapirmasdan olaveraman.
sindirib yubordim-ku. Shu ham vaqtim olyapti endi. Mayli, nimada agar 10 minut ketdi-da o'sha. Buni ikkinchi video hozir buni ikki qism qilsak maylimi qaranglar. Mana shuni videoni tugatgandan keyin mana shuni yana bitta qilib video olaman do'stlar. Chunki bo'lmasa nimaga vaqtim yetmay qolyapti 15 minutga. Xafa bo'lmaysizlar. 11-minut уже. Lekin men deyarli uyi qurganim ham yo'q. Mayli uyga qurib bo'lgandan keyin yoqsam ekan. Bo'pti. Uyga men panellarni qurib bo'lgandan keyin yoqaman. Qotirish esdan chiqib qolibdi-yu. Mana devorlarni qurib oldim. Zinani ham qurib qo'yganman. Polni ham qurib qo'yganman do'stlar. Bunday qilmasam bo'lmasdi. Xo'sh. Sizlarcha sekunddan ham kam vaqt ketdi. Men uchun esa ancha vaqtgina ham ketib qoldi. Buni qo'yib qo'yaylik. Shuni bosqimiz kerak. Yaramas. Mash. Nimada qo'yib ketaveramiz. Xo'sh. Endi mana bu yerdan qo'yamiz. Bo'ldi, tum bo'lib qoldi. O'zi tum bo'lishi ham kerak edi. Endi esa uyga deyarli hamma yo'q. Oppoq blokdan ketdi. Shamayli ekanda. Shunday qilaversa Minecraft hozir video ham tugab qoladi. 15 minut ketadi. Chunki hozir 13-minut. Xo'sh. Shamayli. Hali buzilmadi bu. Hali Minecraft'da bug'lar tugadi. Xo'sh. Sindirib ketaveramiz. Va o'zini joyiga keldi. Minecraft bug qilmang, iltimos. Bug bo'laveradi Minecraft shunday. O'zi boyagilari bekor sindirman. Mana shunga kerak edi o'zimga. Mana sizlarga xo'sh 14 minutcha gilam qo'yib bo'lgandan keyin yoqaman. Chunki 14 minut уже bolalar. Kechirasizlar. Xo'sh, mana polni ham qilib oldim, lekin bu yerda emas, sababi bilasizlar. Endi bildinglarmi hech bo'lmasa? Zina qo'yib chiqish kerak. 15 minut bo'ldi, kechirasizlar, videoni to'xtataman.